havaskorlaydi. Lekin shunaqa bo'ldiki, shu havaskor jamoalar mana shu Konstitutsiya kubogi yoki Vatan himoyachilariga bag'ishlangan turnirlarda yoki boshqa shunga o'xshash turnirlarimizda kelgan havaskorlar zakovatga kasal bo'lib, yaxshi ma'noda klubimiz a'zolariga aylanishgan va bugungi kunda professional ishtirokchilarga aylanishgan. Bugungi o'yin shiddat bilan davom etmoqda. Hozir esa qisqa tanaffus e'lon qilindi. Mana hozir tanaffus payti. Qanday? Boshidan beri hayajon ancha yengildimi? Boshdan beri hayajon kuchaygan bo'lsa kuchaygan, lekin yengilgani yo'q. Chunki jamoalar bilib turibmiz, barchasi bilimli, zakovatli, raqobatbardosh jamoalar. Shu jumladan Boshqarma qo'mitasi markaziy apparatining jamoasi ham o'zini bilimi, malakasini to'g'ri qo'llagan holda ishtirok etib kelyapmiz. Mana ikkinchi tur natijalariga qaraydigan bo'lsak, birinchi turga qaraganda o'ylaymiz ko'proq natijalar qo'lga kiritdik, ko'proq savollarni topdik. To'g'ri, savollar darajasi ham turdan turga murakkablashib boryapti. Xudo xohlasa, g'alaba bizniki bo'ladi. Biz ham sizlarga omad tilaymiz. Rahmat. Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasida bo'lib o'tgan ushbu o'yinda Adliya vazirligi 3-o'rinni, Ichki ishlar vazirligi 2-o'rinni qo'lga kiritdi. Toshkent davlat yuridik universiteti esa faxriy 1-o'rinni egallab, Konstitutsiya kubogi sovrindori bo'ldilar. Azartga boy o'yin bo'ldi. Toshkent davlat yuridik universiteti 3 karra chempion bo'ldik. Undan oldin ham Konstitutsiya kubogini 2 marta yutgan edik. Mana bugun 3-kubokni qo'lga kiritdik. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan universitet rahbariyatiga, barchaga, demak, terma jamoa nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Jamoalarga diplom va medallar topshirildi.